futbol haqida gapiradigan bo'lsak, eng zo'ri o'sha ayollarning futboli zo'r. Mana masalan, erkaklarning futbolida hamma hujumchi bo'laman, gol uraman, yurtimga, vatanimga, jamoamga g'alaba olib kelaman deb niyat qilsa, ayollarning futbolida hamma varatarist bo'laman deb niyat qiladi. Sababi 10 tasini kiyimi bir xil, bitta varataristga alohida. Da, bu ayollarning futbolda bo'ladigan holat. O'yin boshlandi. O'yin qizg'in ketyapti, halidige varatarist ayol qo'lida qo'lqopi yo'q. Ana kerak. Bu yerda trener baqiryapti. "Va, tovoq! Perchatkani ki, perchatkani" desa darvozabon. "Ha, 300 mingga manikyur qilganman, shuni bekitamanmi?" Yo'q. Yigitlarni, erkaklarning futbolida kimdir aldab qo'ysa, oxirigacha boradi, koptoni olaman deb. Ayollarning futbolida-chi, ayollarni aldab qo'ysangiz, nimaga aldiydi meni? O'zani qiz yo'lman aldab ketdi, bu ham aldayapti.